Eng arzon Vodiy kanalimizda arzon narxda Spark avtomashinamiz keldi. Ikkinchi pozitsiya mexanikasi 2016-yil ABS konteyner hamma narsasi bor. Mashina egalari o'zlari minib yurgan mashinalari, to'rtta bolalari zo'r holatda, shoxlargacha o'rnatib qo'yishgan ekan. Tayyor mashina, qulflari ham, salon qismlari ham yaxshi holatda turibdi. 2016-yil 195 ming probegda, afiskalari zo'r holatda turibdi, polniy laminat qilib qo'yilgan. Toza chexollari, evkor korilari, 4-pokoleniya temir gazlargacha ustun qilib qo'yishgan, barlari, salon qismlari, patron afiskalari ham chiroyli holatda. Majgar pultlargacha bor, test monitorlargacha. Xullas tayyor ekan mashina, hech qanaqa rasxot yo'q. O'zlari ham bir tekisda chiroyli holatda turibdi. Kraskasi kelgan bo'lsa, shu nomer tagida kraskasi bor ekan. Qolgan joylar top-toza, motor haydab yurishlarda umuman muammosi yo'q. O'zimiz ham haydab ko'rdik, haqiqatda yurishlari yaxshi ekan. Bolalar ham yaxshi holatda turibdi. Xullas tayyor mashinamiz. Bu mashinamiz o'zini ishdan ko'rib tekshirib keyin atarsi pulini berasizlar. Gen Davern Safon chiroyli nomerlar bilan berar ekanlar. Eng arzon Vodiy kanalimizda mashinamizni $5400 ga beraveramiz. Ma'lumot uchun mashina